Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 26 iyun Turpanning Pichan noyasi qarashliq Lökchün bozorida yuz bergan qonliq to'qinishda o'lganlarning soni oz deganda 46 ga yetib bordi. Lökchündagi bir masjidning imomi Urayim Hojining bildirishicha, vaqada hukumat tarafdan 35 odam o'lgan. O o'lganlarga 35 kepallik hozirlanganligini bildirib, o'lganlarning soqchi va amonlik xodimlari ekanligini bildirdi. Uning ilgari surishicha, o'lganlar ichida 15 dan 20 ga qadar Xitoy bo'lib, hujumchilardan 11 kishi soqchilar tomonidan etib o'ldirilgan. Bu vaqa rayonda 5-iyul vaqasidan keyin barliqqa kelgan eng qonliq to'qinishlarning biridir. Dünya Uyghur Qurultayı vaqani Xitoyning siyosati keltirib chiqarganligini bildirdi. Amerika Davlat ishlari ministerligi bayonotchisi Patrick Ventrell Lökchün vaqasi haqida to'xtalib, Amerikaning vaqani yaqindan kuzatayotganligini va rayon vaziyatini davomli kuzatayotganligini bildirdi. We're closely following reports of violence that have taken the lives of 27 people in Xinjiang. We will continue to monitor the situation closely, and we offer our condolences to the families of the victims and urge Chinese authorities to conduct a thorough, transparent investigation of this incident to provide. Biz Xitoy hukumatining vaqaning barliq jarayonini oshkorlashga, qo'lga ilinganlarni Xitoyning asos qonuni va aloqador qonunlari shundaqla xalqaro kishilik huquq ahdnomasi bo'yicha adil bir taraf qilishga chaqiramiz dedi. Patrick Ventrell yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga turli kamsitish siyosati yurgizayotganligi, cheklama qo'yayotganligiga doir xabarlardan qattiq bearam bo'layotganligini bildirdi. Yaponiyani ziyorat qilayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayı raisi Rabia Qadri xonim Yaponiyaning Nagoya shahrida turib xalqaro jamiyatni Lökchün vaqasiga diqqat qilishga chaqirdi. Rabia Qadri xonim bu so'zlarni Nagoya shahridagi Venkaichi sarayida o'tkazilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining doklad berish yig'inida qilgan. O, Lökchün vaqasi haqida to'xtalib, Yaponiya hukumati xalqi va xalqaro jamiyatni Lökchün vaqasi va Uyg'ur elida yaqindan buyon yuz berayotgan vaqalarga diqqat qilishga da'vat qildi. O, Xi Jinping hukumati Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazib, Uyg'ur elida siyosiy o'zgarish elib bo'lmasa, cho'ng bedel to'laydiganligini bildirdi. 23-iyun Xotanning Qarqash noyasi Janbag yesida bir vaqa yuz berib, vaziyatning keskinlashganligi ma'lum bo'ldi. Biz egallagan uchurlardan oshkorlanishicha, Jahonbog' yesidagi bir o'stan qurilishida ishlayotgan 6-7 nafar Xitoy qurilish ishchisi 23-iyun ma'lum kishilar tomonidan o'ldirilgan. Vaqaning sababi, vaqa sodir qiluvchilarning kimligi haqida hech qanday aniq uchur yo'q. Ammo yerlik aholilar soqchi doiralarining uy-mo'y aqtirish elib berib, gumonliq deb qaralgan Uyg'ur yoshlarini tutqun qilayotganligini inkos qildi. 23-iyun Yaponiya poytaxti Tokioda takli makondagi atom sinoqlari to'g'riliq doklad berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Yaponiya ishbak yo'li ilm-fan klubi sahibxonlik qilgan. Xalqarada tanilgan fizika mutaxassisi Hokkaido Sapporo Tibbiy universiteti professori John Takada takli makonda ilib berilgan atom sinoqlari to'g'risida doklad berdi. Yig'inga Yaponiya parlamentining 2 nafar a'zosi qatnashib, yig'inning Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qadri xonim Yaponiyani ziyorat qilayotgan mezgilda ichilganligidan mamnun bo'lganligini bildirdi. Ular yadro sinoqlarining ziyonkashligiga uchragan Uyg'urlarni qutqizish, ularning tan salomatligiga ko'ngil bo'lish har bir kishining insoniy burch ekanligini ta'kidlab o'tdi. 23-iyun Shvetsiya poytaxti Stokgolmdagi Uyg'ur jamoatchiligi Renkebo bozoridan maxsus joy elib, Uyg'ur madaniyat kuni faoliyati o'tkazdi. Bu qitimqi faoliyat Skandinaviya ellarida yozliq kun-tun tanglashgan dam elish kuniga to'g'ri kelgachga qaynon tashqinliq manzara hosil qilingan. Faoliyatda Uyg'urcha kiyim-kechaklar, Uyg'ur til yoziqidagi turli kitob materiallar, Uyg'ur madaniyatini tashviq qiladigan milliy buyumlar ko'rgazma qilinib, ko'plagan kishilarning diqqatini tortdi. Mazkur faoliyatni Shvetsiya Sharq Turkiston ma'arif hamkorlik jamiyati uyushtirgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.